Assalomu alaykum. Siz do'kon yo magazin, uy solib qo'ygan bo'lsangiz-ku, eshik romini qanaqa qilay ekan deb o'ylanib turgan bo'lsangiz, men sizga hozir bitta idealniy variant ko'rsataman. Xo'p, bad magazin bo'lgan, ikkinchi etajini xuddi shu holatda to'sib beramiz. Oynalari bir qavat, kalyonli grey oynadan bo'lgan, eshiklari balkon profil, balandligi 250, naq 250. Splashni ochilishi bo'lgan. Xo'p, bu oldi tarafi, bu yon tomonida ham yana bitta guluxo'y joyi bor va 3 ta eshik qo'yib berganmiz. Hozir men sizlarga yaqindan ko'rsataman. Xo'p, bu zinadan chiqarishimiz va bu splashnoy tomon. Xo'p, mana unga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar, juda ham cho'tga chiqqan. Xo'p, aynamiz bir qavat grey oyna bo'lgan va zamogiga alohida to'xtalib o'tmasam bo'lmaydi. Akvaplastni zamogidan qo'yib berganmiz. O'ta ham yaxshi ochilib, yopiladi. Mana shu holatda bo'lgan. Batta jami summasi 26 million so'm bo'ldi. Olib kelib o'rnatib berishi hamma xizmatlari ichida. Xo'p, ichkari ko'rinishlari xuddi mana shunaqa bo'lgan. Hozir ancha salqin berib turibdi. Uje shom namozi bo'lib qoldi. Ko'rib bitta ishga baho beraverasizlar. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa ishlarni sifatli, garantiyali qilib olib borib o'rnatib berishga harakat qilamiz. O'zingizlarni ehtiyot qiling, kuninglar yaxshi bo'lsin.